من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب hiçbir hayatlıkninki mevcut bulup duruşu yoki hayotini davomlashtirib turishi Allohning imdodisiz tasavvur qilinishi mumkin emas. Buni o'ylash emas, mumkinmikin emas, tasavvur qilinishi mumkin. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. O shundoq Allohki tirik bo'lgan, uningdan boshqa hech bir iloh yo'q. U tirik va al-qayyum bo'lgan. Endi aziz qarindoshlar, birodarimiz Abdullahni so'zga taklif qilaman. Odatdagidek mana shu Asmaul Husna, Alloh taolaning go'zal ismlari haqida bizga chiroyli dars qilib beradi. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga pak durud salomlarimizni yo'llagandan keyin qadrli qarindoshlar, biz har haftada davomlashtirib kelayotgan Allohning go'zal ismlari Asmaullahil Husna darslarimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Bugungi to'xtalmoqchi bo'lgan ismimiz Allohning go'zal ismlaridan Al-Qayyum ismi haqida to'xtalamiz. O'tgan hafta biz Al-Hayyu degan ismini to'xtalib o'tdik. Bugun shuning oxiri Al-Qayyum. Bu ism Qur'oni Karimda hech qanday bir yerda yolg'iz kelmaydi. Qachon kelsa Al-Hayyul Qayyum deb Allohning Al-Hayy ismi bilan birga tilg'ilinib keldi Qur'oni Karimda. Xuddi o'tgan soatda sura Ayatul Kursi deb mashhur bo'lgan, tunishliq bo'lgan sura Baqaraning 255-oyatida kelgandek, Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. O'tgan Al-Hayyni tugatdik, bugun Al-Qayyum. Ya'ni tirik, mangu tirik bo'lgan Alloh Al-Qayyum. Bugun mana bu qayyum haqida butkul koinotdagi barliq mahluqotlarning har qanday narsaninki qoim bo'lib turishi, uning o'zining xususiyatini normal ado qilib mangalishi, inson, hayvonot hamma narsaninki shu hayotlikda yashab turishi uchun shuni yashatgan, shuni idora qilgan, shuni shundoq mang'uzgan, shuning ustida mas'ul bo'lib turgan zotning faqat va faqat Alloh subhanahu va taolo ekanligini tushuntiradigan bir ism, qadrli qarindoshlar. Yana sura Tahada va anatil wujuhu lil hayyil qayyum va qad khaba man hamala zulma degan oyatdami yana Al-Qayyum ismi birga Al-Hayy degan ism bilan birga tilg'ilingan. Shundaqla bu ism payg'ambar alayhisalomning hadisida ham tilg'ilinadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda u shundaq deydi-ki, u bir kuni payg'ambar alayhisalom bilan birga o'ltirib to'xtaydi. Anas radhiyallohu anhu. Bir odam namoz o'qidi, ondan keyin Allohga shundaq duo qildi. Namoz o'qib bo'lib shundaq duo qildi Allohga. U duosida shunday dediki: Allohumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Deb Rasulullah bu sözün dedi. Yani o adam dua, namaz okup kılgan dua nima dese, ey Allah, ben şundak sorayım ki sana bütün hamdu sanalar sana bulsun. Barlık hamdu sana bulsun. Senden başka hiç kandak ilah yok ey Rabbim Allah. Sen bütün asman ziminlarının hemmesini yoktun barqılgışı, ayrım bir şekilde yaratkuçsan. Ey uluğuluk ikram egisi, ya hayyu ya qayyum, ey mengü tirik, ey qayyum boğan Rabbim de şundak dua qıptı. Peygamber onun duasını, o kişinin kılgan duasını anlap, dedi ki, bu adam hakikaten Allah'a, Allah'ın en uluğ ismi bilen dua kıldı. Bu isim bilen dua qilgan kishiga Allah subhanahu wa ta'ala mushu ismi bilen, şu yuqoridagi duoda tilg'ilingan ism bilen dua qilsa, ijobat qiladigan, nimani so'rasa Allah beradigan büyük ismi bilen dua qildi ma adam deb payg'ambar alayhissalom tasdiqlagan.
Bu duanın içinde ya hayyu ya qayyum degan tilg'anilgan. Xo'sh, endi al-qayyum bu arab tilidagi nima bo'lsa mubalag'a shaklda al-qayyimninki mubalag'a shaklda. Bu qayyum degan kim? Al-qayyim degan kim masalan? Biz insani özümüzden nimasini tushunmoqchi bo'lsak, mayli bu idora bo'lsin, bir jamiyat bo'lsin, bir yani boshqaruvchi shirkatning mudiri bo'lsin, buning shu boshqaruvchisi ustida turib barliq ishlarni yurishtirib mang'uchi, hamma odam xizmatchilarni hammasini boshqarib, shuningki kamchiliklarni akab shu idora ketgan ustida turgan boshqaruvchi, mas'ul bo'luvchi degan gapimda. Al-qayyim deganning ma'nosi, ya'ni xo'jayin, hamma ishni boshqarib turuvchi degan. Masalan, bir odam buni al-qayyum bo'lish uchun, masalan, bir özümüzden bir idarede, bir adam bir idarede mas'ul bo'lgan doktorxonaning boshlig'i yoki bir shirkatning boshlig'i yo jamiyatning boshlig'i deyli. Bu adam al-qayyum bo'lish uchun qanday qilish kerak? Bu nihoyat yaxshi ko'rdi xizmatini. Bak ko'ngil bildi bütün xizmatchilarga. Nihoyat bir cho'ng bir da'di va cho'ng bir da'vosi va bu odamninki. Bu adam quvib bütün zada kundan kuniga bu xizmatga berilib ketib, bir kuni yotqinni, bir kuni karvatini hamma narsani ish qildigan yeri aka ablam bir yer kech kunduz shu xizmat bilan mashg'ul bo'lib shundoq shu tirishib xizmat qilayotgan bo'lsa, bu odamga arab tilida al-qayyum, ya'ni dahshat bütün hamma ujur-bujurdan tatib shu aloqa ko'rsatib unga ko'ngil bilib qilayotganligi uchun al-qayyum deb ism berildi bunga. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu koinotdagi bu misoldan tushunamizki, koinotdagi har bir zarrachaqliq kül mahluqatining hammasining zarrachaqliq ishidan tatib bizning ishimizga ashundaq ko'ngil bo'ladi-ki, ashundaq boshqarib turadi-ki, uningsiz, uning imdodisiz, uning yordamisiz, uning bizga ko'ngil bo'lishsiz bir sekund ayrilgan hamon biz yo'q koinot. Mush butkul biz emas, butkul koinot o'z o'qidan chiqadi, shu hamon vayron bo'ladi koinot. Allohning al-qayyumluq sifati, al-qayyumluq qudrati bir sekund üzülgen hamon, to'xtagan hamon bu koinotda hech bir narsa turmaydi, mumkin emas. Shu hamon yo'q bo'ladi, tugaydi. Al-qayyum zat ana shunday zat yani. Hergiz ayrılanmaydı Allah subhanahu va taolaning al-qayyumluq nimasidan mumkin emas butkul koinotga hech bir narsa ayrilishi. Allah subhanahu va taolaning dini, Allah bizga ikrom qilib, bizni bu hidoyatni usul qilgan bu din haqiqatan Allah subhanahu va taolo insonning fitratiga, bizning fitratimizga shu qadar mutobiq, shu qadar mos keladigan, shu qadar tabiatimizga shu qadar yoqadigan qilib yaratganki, bu dinning ichidagi har qanday bir yo'l yo'riq, har qanday bir amr farmonga inson bo'ysungan hamon, itoat qilgan hamon uning mevasini ko'rishga boshlaydi. U xotirjamlikka, u rohatga erishishga boshlaydi. Allohning mush oxiratdagi oladigan mukofotdan bir mush dunyodan oldida. Nima uchun deyapti? Chunki Alloh Qur'oni Karimda va zalika dinul qayyima degandek eng to'g'ri bo'lgan, mustahkam bo'lgan, eng isil bo'lgan bu din insonning fitratiga ajoyib muvofiq bo'lganligi uchun qandaqla bir ishiga bo'ysunmayli, shu hamon uning darhol qalbimiz o'zimizning fitratiga mos keladigan narsalarga xo'sh yoqadigan narsani topgandek, xuddi ustab ketgan inson suv ichib shundoq rohatlanib ketgandek, darhol uning rohatini his qiladigan gapimda. Allohning diniga itoat qilgan hamon, Allohga itoat qilgan hamon uning mevasini ko'rishga shu dunyoda boshlaydigan gapda. Xuddi o'ylab boqaylik, bir nihoyat dong'liq bir mashinani misol olsak, bu mashina asli yasalgan vaqtida tüp-tüz yo'lda menish uchun qildim. Tüp-tüz yo'lda menga vaqtida rohat, hech qanday chatoq chiqmay, ichida o'ltaq uchun bütün mashinaning barliq xususiyatlarini rohat ishiltib, shunda rohat menga mashinaning ham yerdan foydalanib, shunchalik xotirjam menga odamda. Bu yo'ldan chiqib ketgan hamon aski patqa qalayimqan tashqi yo'l kelgan hamon lappanishib guldirlab, hele u yoqqa silkinayotgan, bu yoqqa silkinayotgan tarangishib manganga o'xshash inson bu din qanday desa özümüz itoat qilgan hamon shuncha rohat mangamiz. Itoatdan chiqib ketgan hamon ashunda silkinadigan gap. Ashunda har xil o'ymatqa patqaqa tushib ketadigan gap. Mushuningga o'xshash bizning fitratimiz, bizning tabiatimiz Alloh tarafidan nimaga programmalangan, nimaga lohiylangan desa, o'zining diniga shunchalik xush yoqadigan, loyiq shaklda lohiylanganki, inson bunga itoat qilgan hamon, mangan hamon nima desa, o'ziningki eng yaxshi to'g'ri yo'lni topa oladi. خد السرورمدا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Yani Allah subhanahu ve taala yolga qo'ygan,
Allah fitrat qilib bekitgan Allohning diniga barliq yo'llardan tamamen yüz o'rgan holda Allohning dinida yüzüngni shu tarafga mustahkam qilib shuning ustida turg'in dedi. Shuning ustida mustahkam turg'in. Bu Allohningki fitratida hiçbir o'zgartish, Allohning mahluqoti o'zgartish yo'q. Alloh bunda bekitgan bu nima dedi. Xo'sh, endi al-qayyumning ma'nolaridan birisi al-qiyam, ya'ni Alloh subhanahu va taolo shunda qayyum zatki bevosita, ya'ni Allohning barliq koinotni boshqarib turishi, mas'ul bo'lib turishi, tiki bu sifat Allohning zotida bor sifat va shundaqli mangu davomlashadigan sifat Allohda. Hech qachon egiz pas bo'ladigan, birdam xuddi insondagi bor sifatga o'xshash, ba'zi vaqtda tushunib ketib, ba'zi vaqtda ojizlashib qoladigan sifat emas. Mangu davomli Allohda qilib qiladigan ham o'zida bor sifat. Masalan, hammamizningki yuqori dedik, o'zimizning shu qoim bo'lib turishimiz, so'zlashimiz, gap qilishimiz, turishimiz, hayotimizga barliq faoliyatlarni yurgizishimiz hammasi Alloh subhanahu va taolaning imdodi bilan Alloh bizga shu hayotlikni, shu so'zni hammasini bizga sekund ulgurtib berganligi uchun gap qila olamiz, manga olamiz, ishlarimizni dunyoda harakat qilib manga olamiz. Mumkin emas agar bir sekunddan keyindan ikkinchi bir sekundga nafas elishni agar ruxsat qilmasa Alloh, shu hamon yo'q, biz olmaymiz hargiz ikkinchi bir nafasni. Hargiz o'zimizning qo'lda emas bu narsalar. Allohning imdodi bilan bo'lib o'tadi. Masalan, hayot o'ylab boqaylik, bir insonningki jigar, ma jigarningki qanchalik xizmat qilganligini, jigarning vazifasi qanchalik desa, jigarning inson badanida ishlaydigan xizmati 5000 xildan oshadi deydi. 5000 xildan ortiq vazifasi bor bir jigarningki. Bizning badanimizdagi bor jigar yo'q, bizning badanimizda millionlagan hujayra bor, bizning o'zimizdan ko'tarib yurayotgan badanimizning o'zida millionlagan hujayra bor. Boshqa cho'ng-cho'ng a'zolarni hammasini mingimiz, yurak, ko'z, burun, quloq, bu og'iz hamma narsa. Jigarning xizmati 5000 xildan oshadi. Agar Alloh subhanahu va taolo o'zining imdodini, o'zining shu jigarga berayotgan imdod shu narsani uzib qo'ysa, bu shu hamon bozorda sotilayotgan ishga qo'yilmaydigan bir parcha nimaga aylandi? Bir parcha jigar deymiz, shu qop-qorlan bir go'shga aylandi bu narsa. Uning vazifasi, Alloh bekitgan vazifasi qanchalik cho'ngga o'ylab boqaylik. Allohning imdodi bor vaqtida, hayot vaqtida Alloh uningga imdod berayotgan vaqtida, anchalik vazifa o'tgan bo'lsa, üzülgen hamon shu hamon bir parcha go'sht shu 5 ko'changa sotildi bozorda. Bu narsaga aydinda qadrli qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo yana qayyumus samawati val ard, osmonlarni va zaminni hammasini o'z o'qida boshqarib turuvchi, hammani o'zining imdodi bo'yicha o'ziga loyiq ravishda nimaga ehtiyojli bo'lsa shuningda yetkazib turuvchi Alloh subhanahu va taolo. Yuqorida ustozimiz so'zlab o'tdi, qiyomat kuni tarozi masalasida butun eng taqvo inson qiyomat kuni akib amallarni tarozining bir tarafiga, mizonning bir tarafiga qo'yib, uning kendi men sana bergan ko'z ne'mati dedi. Haqiqatan qadrli qarindoshlar, o'zimizning jismidagi mayli ko'zimiz bo'lsin, mayli quloqimiz bo'lsin, burnimiz bo'lsin, har qanday bir a'zo, shuning uchun oyatda yuqorida tilg'ilib o'tgan oyatni o'ylab boqaylik. Alloh va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha dedi. Ya'ni agar Allohning ne'matidan bir ne'matni dedi. Ya'ni hargiz Allohning sizlarga ato qilayotgan nurg'unlagan ne'matlarini dedi. Allohning bizga o'zimizning jismida millionlagan ne'matlar bor. Ne'mat emas, bir tal ne'mat emas, ne'matlar bilan yashaymiz biz. Milyonlagan sanoqsiz ne'matlarning ichida cho'kib yashaymiz. Bo'lmasa hayotligimizning davom qilishi mumkin emas. Hech bir narsaning hayotligining davom qilishi mumkin emas. 2-4 tal ne'mat bilan, 2-4 tal ato qilgan nim bilan hayotlikning surishi mumkin emas. Sanoqsiz biz sanab bo'lmaydigan Allohning fazli, ikromi, ne'mati bilan shuningga cho'kib ondan biz hayotimizni davomlashtirib ma'laymiz. Alloh deyotdi, mening bunchalar ne'matlarimni sanasanglar sanab bo'lmaysiz demadi. Mening ne'matlarimdagi bir tal ne'matni agarda sanayman deb qo'ysanglar, sanab bo'lmaysiz dedi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik, bir yurak jigarning xususiyati nima ekan? Badanimizdagi har bir hujayra, o'ylab boqaylik, quloq, ko'z, hamma narsa, tilimiz, yurakimiz, hamma narsa Alloh subhanahu va taolo bu a'zolardan o'zining imdodini o'zgan hamon
Bütkül narsa hammasi harakatsiz, hech bir narsaga arzimaydigan narsaga aylandi. Shundaqla osmon, zamin, hamma narsa, mushu koinotdagi barliq narsaning hammasi Allohning imdodisiz, Allohning uningga bergan kuch qudrati shu quvvatsiz hech bir narsaga arzimaydigan bir narsalar hammasi qadrli qarindoshlar. Demak, Alloh ana shunda qayyum. Va shundaqli barliq mahluqotlarning hammasi Allohdan boshqa har qanday mahluq Allohga iftiqor, muftaqirun ilalloh. Allohga muhtoj. Mayli bar mavjud bo'lib turishida bo'lsin, mavjudligida, mayli o'zining hayotini davomlashtirib mengishda. İkinci bir minutga, ikinci bir kunga o'tishida, hammasi davomlashtirib mengishida ham ehtiyojliq. Hiçbir zaman ayrılanmaydi. Allah subhanahu va taala shunda qayyum zatki qaimun bi tadbiri umuril xalqi va tadbiril alam bi jami'i ahvalihi dedi. Bütkül mahluqatlarning ishlarini tadbir qilib o'rinlashtirish, olamni o'z o'qida shu loyiq shaklda o'rinlashtirish har qanday holatida. Masalan, buni xulosalasak, yani Allah subhanahu wa ta'ala mushu kainatda har qanday bir maxluq bo'lsa Allah yaratgan, mush yaratgan bütkül mahluqatining har bir holatida. O'ylab qo'yaylik, insonning biz yaratilgan vaqtida onamizning tunji rahimiga tushgan minutdan tortib, shu vaqtga tushgan sekunddan tortib, u vaqtga kerak bo'lgan, bizga kerak bo'lgan rizq, bizga kerak bo'lgan ko'ngil bilish, kun o'tgan sari bizning uzuqlanadigan nimamizmi o'xshamaydi-da. Inson cho'ng bo'lgan sari shu sekunddan boshlab o'ylab boqaylik. O'zimizni misol keltiraylik. Kundan kunga, oyma-oy biz har xil uzuq talab qilamiz, har xil modda talab qilamiz hamda shu onning qo'rsig'idagi shu janin, shu bolayotqudagi shu bola holatimizni o'ylab boqaylik. Asha har kuniga o'zgargan holatda berdim. Hatto tug'ilib bo'lgandan keyin onaning bir qatim emitgan, ona bilgan masalan 1 soatning oldi emitgan bo'lsa bolasini, ikkinchi 1 soatda ikkinchi qatim qo'sig'i oshqicha balani emitib bo'lguncha, onaning suti shu bolaga loyiq holatda o'zgarib bo'ldi degan fan texnika buni isbotlab bo'ldiq. Alloh shuning loyiq holatga akab bo'ldi, bizga tadbir qilib o'rlashtirib bo'ldi Alloh subhanahu taolo. Onning suti kundan kuniga o'xshamaydi. Uning ichidagi ilminat, uning ichidagi yuzlagan moddalarning hech biri o'xshamaydi. Shu bolaning bizning cho'ng bo'lishimizga loyiq holatda shaklda o'zgartib, shuning loyiq shu bolaga eng muvofiq shaklda o'rlashtirib berdi. Alloh hammani tadbir qilib ana shunday mukammal shaklda o'rlashtirib berdi. Bu bizning misolimiz. Mushu koinotdagi aqlimiz, biz hayotimizni ko'rib baxmagan, o'ylab baxmagan, milliardlagan sanab bo'lmaydigan mahluqotlar bor. Nurg'un mahluqotlarning hammasiga ayrim shaklda hammasiga ashuni o'rinlashtirib, shuni loyiqida mang'uzib rizqini, yashash muhitini, hamma narsani o'rinlashtirib turg'ishi ana shu Alloh subhanahu va taolodir, qadrli qarindoshlar. Demak, va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha. Zimin yuzida o'milaydiganlar, midirlaydiganlar har qanday bir maxluq bo'ladi ekan, uning rizqi Alloh subhanahu va taolaning ustiga dedi. Alloh o'zi ustiga eliqliq. Alloh agarda boshqa birisiga qo'yib qo'ygan bo'lsa, boshqa o'ziga tepfish qo'yib qo'ygan bo'lsa, o'ylab boqaylik, qanchalik kunga qoladi qadrli qarindoshlar. Demak, Alloh subhanahu va taolo butkul mahluqotning shundaqli bizning hayotimizning va o'zimizning qoim bo'lib turishimizning masdar markazi Alloh subhanahu va taolo. Koinotda hech bir hayotlikninki mavjud bo'lib, hech qanday bir maxluqninki mavjud bo'lib turishi yoki hayotini davomlashtirib turishi Allohning imdodisiz tasavvur qilinishi mumkin emas. Allohning imdodisiz zarrachaqiq bir maxluqninki ya mavjud bo'lib turishi yoki mavjud bo'lib bo'lgandan keyin o'zining hayotini davomlashtirib 1 sekund yashay olishi Allohning imdodisiz. Buni o'ylash emas, mumkinmikin emas, tasavvur qilinishi mumkin emas buningki. Tasavvur qilinishi mumkin emas. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun va la nawm. O shundoq Allohki tirik bo'lgan, uningdan boshqa hech bir iloh yo'q. U tirik va al-qayyum bo'lgan. Hammaga o'ziga loyiq ravishda boshqarib turuvchi, shuni imdodini yetkazuvchi Alloh. U Allohni ya mugudash ya uyqu deydigan narsa tutishi mumkin emas deydi. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo'dagi qayyumlik sifatiningki qanchalik kamolatga yetganligini o'ylaydigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, qanchalik mukammal sifatligini o'ylaydigan bo'lsak, insonning tili tasvirlab bo'lishi mumkin emas. Ya'ni hech bir o'zgarmasdan, hech qanday bir sirtqi bir kuchning ta'siriga uchirmasdan
davomli holatda bir xil qilib qildida. Masalan, Allohning hammani ko'radiganligi, anglaydiganligi, biladiganligi. Masalan, deymizki tirik inson, masalan al-hay tirik bo'lgan bir maxluq anglaydi-ku. Masalan, bizim deymizki men anglayman-ku masalan deb. Lekin bu biz insonlardagi va maxluqotlardagi anglash xususiyati zamonning o'tishi bilan bu o'zgaradi. Zamonning o'tishi bilan ojizlab ketadi bu. Ha? Eng quluq shoshib ketgan, eng notiq so'zlaydigan, eng sog'lomligi eng nochi bo'lgan insonni o'ylab boqaylik. U zamonning o'tishi bilan uning ko'zi ojizlaydi, uning quloqi ojizlaydi, bag'ansir mukshib qolgan gap, bellari mukshib qolgan gap. Bu bag'ansir ojizlashib ketadi. Ha, ko'zimiz ko'zoynakka muhtoj bo'lamiz, quloqimizga kuchaytirib turgan ovoz nima qilamiz, badalarimizga boshqa a'zolarimiz shunda ojizlab ketadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shu davomli holatda bir xil shaklda bu sifatlar Alloh subhanahu va taolo sifati. Endi bu yerda bir nuqta, nima uchun insondagi bizning bag'ansir ojizlashimizningki asta ojizlashishi insonningki, badallarining ojizlashishi nima uchun deganda, buni ulamolar shunda go'zal bir so'z qilibdi. Bu deydi-ki, Allohning shunda insonni paydin-pay Allohning shunda ojizlatishi bu Alloh subhanahu va taoloning bandasiga bo'lgan bir rahmati deydi. Bandasiga bo'lgan mehribonligi, lutfi deydi bu. Bu nimani ko'rsatsa, bandam men fikirlagan vaqtini yiqilishib qoldi. Chiroyli shaklda bandasini ogohlantirishi bu deydi. Bandam az qoldi, menga yiqilishadigan kunlarga az qoldi degan narsani bu o'zimizning jismi orqali shundoq muloyim, siliq shaklda anglatishi bu deydi. Bandasiga mushu shaklda bildirishi bu deydi. O'ylab boqaylik. 50 dan oshganda kellam 40 dan inson voy u yerim og'riydi, bu yerim og'riydi degan gap. Bu Alloh subhanahu va taoloning katta bir ne'mati bu, hargizmi boshqa shaklda tushunmasligimiz kerak qadrli qarindoshlar. Yana shundaqlar bu yerda yuqorida dedik, Alloh subhanahu va taolo bizni va butkul koinotdagi hamma narsani Alloh o'zining qudrati bilan qoim qilib, o'zining qudrati bilan bizni shundaq hayotda yoshitib, her xil sahalarda ishlatib menga Alloh subhanahu va taolo. Allohningki qayyumligi bilan biz shunda o'rtiribdik, gap qo'yibdik, so'zlayotdik, menga o'tibdik. Xo'sh, shuning uchun agarda sen inson bilginki al-qayyum Rabbingni bilgan bo'lsang, sen o'zingni Alloh subhanahu va taolo seni koinotda hayotingni yashayotgan mezgilingda seni nimaga Allohning dargohida mening o'rnim qandoqdir, mening maqomim Alloh dargohida nimadir deb o'ylab bilmoqchi bo'lsang, seni Alloh subhanahu va shu koinotda nimaga ishlatayotganligiga, qanday hayotda yashayotganligiga qaragan deydi. Iza aradta an ta'rifa maqamaka indalloh fanzur fi masta'malak. Agarda sen Alloh dargohidagi o'rningning qandaqligini bilmoqchi bo'lsang, Alloh dargohidagi maqomingning nimaligini bilmoqchi bo'lsang, Alloh seni shu hayotda qaysi ishga selib o'tibdi seni, nima xizmat qilibsan bu hayotda, qanday ishlarni qilibsa buning qarab boqing. Seni Alloh o'zi yaxshi ko'radigan, o'zi rozi bo'ladigan ishga selib o'tibdimi? Shu yo'lda mengib o'tibsanmi sen? Yoki sen Allohning roziligidan yiroq holatda yashab o'tibsanmi? O'zingning qadrini, Allohning dargohidagi qadrini bilmoqchi bo'lsang, shuningga qaragan deydi qadrlarim. Buni o'ylashimiz kerak. O'zimizningki davomli tekshirib turish uchun yana bu narsani nima desam, nihoyat muhim qadrli qarindoshlar. Shuning uchun yana bir xatolik insondagi ko'pincha inson tushib qolgan, bilib bilmay tushib qolgan xatolik nima bo'lsa, bu xatolik ham odatdagi bir xatolik emaski, ya'ni davomli holatda, ya'ni men degan so'zni ishlatadigan, o'zini men deydigan, biz deydigan so'zni ishlatish insondagi eng cho'ng xatolik deydi. Bir insonningki, ya'ni Allohning imdodi bilan so'zlayotgan, shuning imdodi bilan nafas olayotgan, harakatlanayotgan, ishini shuning imdodisiz bir sekund ish qilinmaydigan bir insonning turib bu yerda men Bustani u, men degan kim, biz degan kim degan so'zni ishlatishi bu dunyodagi eng ig'ir xatolik dedi, insondan sodir bo'lgan dedi. Sen kimding? Sendagi bütün bu sifatlarning hammasi nereden kelgan? Kim beryapti sana bu sifatni? Kim beryapti bu qudratni? Egisi kim buning inson dedi. Buni o'ylagan dedi, ha? Sen Allohning alqinda, Allohning changilida hiçbir zaman shuning uchun payg'ambar alayhissalom chig'ida bu nima uchun Rasulullah her qitim uyqudan uyg'ongan vaqtida nima deydi? Alhamdulillahillazi radda ilayya ruhi. Ha? Mana ruhimni qaytirib bergan Alloh subhanahu va taolaga hamdu sanolar bo'lsin deb shuna deydi. O'ylab boqaylik. Biz kimki hiçbir narsaga arzimas narsaki Allohning imdodisiz. Yana nima men, yana nima biz.
men nimetim deb shuni deyish nadin kelgan bu narsa bu dedi, ha? O'ylab boqaylik. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, nurg'unlagan insonlarni ko'ramizki, oqshimasi uxlab qolib, atiginisi allaburun jini chiqib ketgan holatda, yendikisi ayoli yoki bolalari uni jon uzgan holatda bayqaydi. Atiginisi nurg'unlagan insonlar, ha, uylab ketib bo'lib allaburun ayoli qo'p uning muzlab ketgan jismini bilan uchrashadigan holatlar nihoyat ko'p bunday ishlar. Demak, qadrli qarindoshlar, payg'ambar alayhisalom shu so'zni degan bo'lsa, yana o duosining keyinida menga ruhimni qaytirib bergan va meni badanimni shunday tinch, sog'lom, badanimni sog' salomat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin deb shuni duo qiladi Rasululloh. Demak, o'zimizningki attiganda uyg'onib, normal sog'lom holatda qo'yib, tartibimizni ilib namozni o'qiy olishimiz, ishimizga manga olishimiz bu odatdagi bir ne'mat emas aslida buni. Bu kunib ketgachga biz har kuni normal bir ishga aylanib ketgachga, u hech qanday bir ishga xuddi bir hech bir ish bo'lmagandaklam, odatdagi bir ishlarga qo'plam o'zimizni xuddi hech bir Allohni o'ylab qo'ygan shu odatda chiqib ketavermizda ko'pinchimiz hamda. Bu aslida bu ajoyib bir cho'ng bir mo'jiza paydo bo'lganligini bilishimiz kerak asli buningki. Bir insonningki uyqu degan nurg'un inson shu uyqularga shunlar ketadiki, Alloh xohlamasa shu hamon shu qisib qo'ygan bo'lsa tugamiz ketib atigansa o'lik jismimiz bilan uchrashimiz hamda. Bu bir cho'ng bir mo'jiza, Allohning bizning ruhimizni qaytirib berib, yana bizni qaytadan bir uyg'otishi cho'ng bir mo'jiza qadrli qarindoshlar. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, mushu koinotda yana shu narsaga e'tiqod qilishi kerakki, mu'min bu koinotda bir narsaning mavjud bo'lib turishi, davom qilishi Allohning imdodisiz hargiz mumkin emas deb butkul ulamolar birda shunday degan ekan. Bir insonningki shuni tasavvur qilishi, koinotda bir narsaning mavjud bo'lishi yoki davomlashishi, o'zining hayotini davomlashtirishi Allohning imdodisizmi yashay oladi yoki degan narsani tasavvur qilish mumkin emas. Agarda shunday tasavvur qilib qolgan inson desa, insonlarning ichidagi eng ahmoq va eng dut inson deydi. Shuning uchun yuqori deganimizdek, men degan kishi haqiqatan ajoyib ahmoq kishi bu deydi. Bu men degan so'zni iblis degan edi deydi o'z vaqtida. Men degan so'zni iblis degan sura Arafda Alloh uning nima deganligini deydi-ki, ana xayrun minhu, men undan yaxshi degan iblis. Lekin Alloh subhanahu uni halok qilib etdi. Fa ahlakahu, Alloh uni halok qilib etdi. Firavin degan bu so'zni, men degan so'zni Firavin degan. Alaysa li mulku Misra, Misrning podshohligi mening emasmi degan. Men bu yerning podshohi emasmi degan bu so'zni degan. Fa agraqahulloh, Alloh uni g'arq qilib etdi, Alloh subhanahu uni dedi. Va qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun degan maxluq o'ziga ato qilingan bu mol dunyo, bu katta sanoqsiz bu hisobsiz mol dunyoga nisbatan nima degan desa, ya bu narsa men o'zimda bor, kuch-quvvat o'zimda bor, aql, qudrat sababidan berildim bu narsa. Men buningla erishdim, men shoshliqimdan, tijoratimda yomonliqimdan, o'zimning noyat ustuligimdan erishdim degan bu so'zni degan. Qur'oni Karim deyapti buni. Alloh uni yerning 7 qat ostiga tushiribdi. Ziminga cho'ktirib yuttiribdi Alloh subhanahu va taolo. Ve bu biz degan so'zni qalu nahnu ulu quvvatin va ulu ba'sin shadid. Bilqisninki qavmi uninki chaparmanlar nima degansa, biz nihoyat kuchlik, dahshat kuchlik ashu dahshat qavm biz degan. Nimaga buyursam shuni kumpagim quvvatimiz degan bu biz degan so'zni bular degan ahlakahumulloh, Alloh ularni halok qilib etdi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun men degan so'zni hech bir zaman deb qolmaslik kerak mu'min dedi. Kun ma'allohi taralloha ma'aka va turkil kulla va hadir tamak. Alloh bilan bo'lg'in va Allah bilan bo'lsang sen Allohni o'zing bilan birga ko'rasan va Allohdan boshqa hamma narsadan tamamen tamoyingni o bog'layotgan har xil xiyollarni, ham xiyollarni hammani o'zgin, tamamen hiç o'zgin bu narsani dedi. Allohdan boshqa. Ve iza a'taka men yemna'uhu summa men yu'ti iza ma mana'ak. Agar Alloh bersa, kim cheklab qo'ya oladi sendan uni? Agar Alloh cheklab qo'ysa, kim bera oladi sana uni? Shoir shuni aytib go'zal degan ekan. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, Al-Qayyum, yuqori deganimizdek har qanday barliq narsaning hammasi Allohga muhtoj, Alloh hech bir narsaga muhtoj emas va Alloh subhanahu va taolo mushu koinotdagi hamma narsa bandalariga rizq berish, ya'ni eng muhim nuqta Al-Qayyum huval qoimu bi rizqil ibad. Alloh o shunday bir zotki, bandalarning rizqlariga butunlay kepil bo'g'ishi, o'z ustiga og'ishi degan ma'nosi bor dedik.
O'ylab boqaylikki, shu koinotda Alloh butkul bandalarning rizqini o'zining ustiga oldi dedi. Bu koinotda o'ylab boqaylik. Ya bizlam yashamaymiz bu koinotda. Koinotda Allohning millionlagan mahluqoti bor. Biz o'ylab boqaylik, insonlar yeydigan kunda qancha millionlagan qo'y o'ltirildi dunyoda. Kallar biz yeydigan o'zimiz yeyotgan mahluqotlarni o'ltirildigan mahluqotlar qarab boqaylik. Millionlagan ziroat, bu terilayotgan ziroat, meva-cheva. Bu inson tasavvur qilsa bu qondami yetadigan bu har kun yeydiki bu inson. O meva degan bu yilda mancha chiqirdan bu kunda chiqamaydi mo'lusini maslanga. Bu qo'yma Xudoning kuni tug'maydi. Allohning kuni tanatgan kun tug'maydi-ku qo'yma. Ya inson ba'zi o'ylasa bu qanda yetadigan bu o'ltirilayotgan haliqa qo'ylar deganning hisobsiz endi bu. Bu nereden keldigan bu Allah rizqi kepil bo'lganligini o'ylab boqaylik. Bu kim shundoq tasmim qilib kim o'rlashtirgan? Bu kimning qudrati? Kim shundoq yasagan? Bu kimning fazli qadrli qarindoshlarim o'ylab boqaylik. Kim beryapti buni Alloh subhanahudan boshqa? Yana o'ylab boqaylikki Alloh subhanahu va taolo shundoq zotki, bu koinotdagi butkul nurg'un narsalarni shundoq avtomatik o'rlashtirib o'tishlikka bu inson xotirjam rizqiga kepil bo'ldi dedik-ku. Biz xotirjam uxlaymiz. Allohning osmondan yomg'ir yog'di, nurg'un shu tuproqdan o'ynayotgan bir inson shu tashlab qo'ydi bir narsani. Nimani qo'ydi? Uruqni. Bu shu o'ziga loyiq shaklda o'sayotgan kechirindab 20 soat to'xtamay o'zining ishini avtomatik holatda qilib turgan gapdami deb. Butun hammaga kerakli bo'lgan narsalar. O'zimizning mushu butun badanimizdagi barliq jihozlarning hammasi biz boshqarmaymiz qadrli qarindoshlar. Agarda insonning quliga yuragimizni boshqarish, bizga agar avtomatik ishlaydigan qilib qo'ymagan bo'lsa, inson uxlagan vaqtida masalan uxlayotgan vaqtida insonning sho'lga yig'ilib ketganda, sho'lga yig'ilib ketgandan keyin bu avtomatik holat biz uxlab hech nimani sezmaymiz. Mingimizdan darhol yig'ilib ketganligiga buyruq berib, bu yerda birisi nafaslanadigan tushva, ikki tushva bu yerda. Birisi nafaslanamiz, o'pkimizga kirdi, yana birisi nima kirdi? Oshqozonga kiradigan tushva. Galda. Uxlayotgan bir inson sho'lga yig'ilib ketdi bu insondan keyin. Mingidan darhol buyruq berib, ma o'pkiga kiradigan nafaslanadigan tushni atkin, oshqozonga kiradigan tushni ochganda buyruq qurdi va bu sho'lganing hammasi sunamasi oshqozonimizga biz hech qanday his qilmagan shaklda kirib ketdi. O'ylab boqaylik. Avtomatik şeyden mesela yürəkimiz agarda bir insonningki yuragi bizga qo'limizda boshqarish, uni harakatini bizning qo'limizga berib qo'ygan bo'lsa bizni yoritib qo'yib, bir insonning uxlashi mumkinmi? Uxlagan ham o'ldiki chunki u. O'ylab boqaylik. İnsonningki badanda mesela uxlayotgan vaqtimizda bir inson bir kechada uxlayotgan normal bir inson 38 qatimdan 40 qatim o'rildi bir inson. Shunda o'rildi ekanda, o'ngdan solg'uchi o'rildi ekan. Bu nima ish qilsa insonning jismidagi butun a'zoni shunda avtomatik o'rlashtirib o'tdiki, bu inson mesela o'ngimizni besib yotgan bo'lsak, besib yotgan ostidagi bu yerdagi tomirlar ma'lum mezgil yotgandan keyin, bir mezgil yotgandan keyin bu yerning qon aylanishi borgan sari tariyib besib kuchmayaga barliq kuch bu taraf ko'p qolgandan keyin matraf normal besib yotmagan tarafimiz. Bu yerda qon asta aylanayotganligini, siqilib qolganligini mingiga buyruq berganda, mingiga buni inkos qildi ekan. Mingi shuning bilan bu buyruq berib, o'ng tarafimizga boshqa tarafga, besib yotgan tarafimizdan boshqa tarafga o'rlashni buyruq berdi ekan. Buning hammasi biz hech qanday his qilmagan rohatda uxlab mangimizki, Alloh shundoq bizning har bir uxlashimiz, yetib qo'yishimiz hamma narsani shunchalik o'rlashtiribdiki, eng inchki nuqtaga o'ylaqli qadrli qarindoshlar. Ana shundoq qoim, ana shundoq o'rlashtirgan, ana shundoq bekitgan zatki, xuddi Qur'oni Karimda buni va nuqallibuhum zatal yamini va zatal shimal. Ilaqa ashabul kahfning ne çüzil yatıdığım. Bunu o'ngdan solga o'rib turmiz dedi. Buni nimishqa bu so'zni degan bugun fan texnik taraqqiy qilgandan keyin Allohning bu so'zni bugun fan texnik isbotlab, nimishqa bu yerda o'ng tarafiga sol tarafiga o'rib turmiz deb o'ylab boqaylik. Buni isbotlab, chunki o'rilmagan vaqtda inson tugishadigan gapganda, agar bir kar qilib qilsa, shu ashtaqa palashib qolgan inson nima? Inson uning yaqinlari yoki doktorxonada bo'lsa, uni ma'lum soatdan keyin o'ng taraf bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafiga o'rib qo'yish kerak. Bo'lmasa chirib ketadi uning badani. Ko'kirib ketgan gapga tirik bo'lgan taqdirdami? O'ylab boqaylik. Allah ana shundoq ashunda o'rlashtirgan. Shunchalik o'ylaqdi hamda Alloh subhanahu taolo. Har bir eng inchki nuqtagacha ana shundoq bizni shunda o'rlashtirib qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa barliq ishlarimizda har bir amallarimizda
Allah'ның ana shundoq bizni mukammal va koinotdagi har bir mahluqotni bizga ana shundoq mukammal bo'ysundirgan, har bir ishimizningki mayli kech kunduz uxlasaqtu, yashasaqtu, har bir ishimizga eng muvofiq shaklda bizga yordam beradigan shaklda yaratgan Rabbimizni bir sekund uning imdodisi, uning yordamidan ayrilgan hamon biz o'zimizning tugaydiganligi va bu koinotda yo'q bo'ladiganligimizni o'ylagan holatda va shu Rabbimizga şunun imdadisiz bir sekund yaşayışımız mümkün bulmaydigan Rabbimizge layık halatda onun razılıkı erişidigan, o buyurgan işini amel kılış, o buyurgan işe onun muhabbetide, onu yaxşı görüş, onun muhabbetini, rızvanını, razılığını kolga keltiriş için hayatımızını bununla keç gündüz sarf kılışımız, bunu oyluşumuz, menişimiz, turuşumuz, neye varsak bunu hayal kılışımız gerek. Ey Rabbim sen muşundak kudretini beğenmeyen bolsan, muşundak beni kollap kuvvetlemeyen bolsan, ben yoktum, ben hiç nime emestim o ey Rabbim. Şu özünün kudretle ben muşundak bu atmanı digen bu nesini oylagan halatda bu şuur bilan yaşagan vaqtimizda biz qandan Rabbimizni tuniyalagan, Rabbimizning Al-Qayyum ismini biladigan va buningga loyiq amal qiladigan bandalardan bo'lganmiz qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoladan tovanchilik bilan o'zimizni ana shundoq tushungan har bir minutida Rabbini o'ylab turgan, Rabbining roziligiga erishishga harakat qilgan mu'minlardan qilishini Allohdan tovanchilik bilan tilaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي